duoyimda faqat shunaqa deymanki, ey Allohim, qabul qilguvchilardan qil deyman. Qabul qilguvchi bo'lish kerak deganda juda qiyin bu. Mana shu nechidir yil ichida men shu narsani o'zimni ichimda tarbiyalayapman haligacha. Hali ham tarbiyalayapman. Ya'ni nimadir sodir bo'ladi, reys admin bo'ladi, vaziyatdan bolam bilan boshqasi qabul qilaman. Shu vaziyat men uchun demak xayrli deyman. Faqat yaratgan egam o'zing yo'l ko'rsat, nimani bilishim kerak, nimani tushunishim kerak. Va qachonki qabul qilguvchi bo'lsangiz, Allohning quliman degan narsani asl mag'zini tushunishni boshlaysiz. Men qulman. Sen menga buyur, men qilaman degan narsagacha tushish, manlikni 0 darajasiga tushirib, bo'ldi, men nimaki desang san. Faqat meni yurg'izgin o'zing boshla. Nima qilay degan narsaga kelsangizga, shunaqa go'zalliklarni, shunaqa noodatiy narsalarni, kutmagan narsalaringizni kutganingizdan-da ortig'ini berishni boshlar ekan. Va bu narsani his qilish uchun shunchaki shu darajaga tushishga odam o'zida o'sha egosini